Do'stlar, zo'r lokatsiyaga kelganmiz. Yunusobod 6-kvartal, Konechka yaqinida Amerika elchixonasining yonida joylashgan 4 qavatli binomiz 3-qavatda joylashgan, bir xona 3 xonaga o'zgartirilgan shinam xonadon. Uyimizni o'zini avtoturargohi hamda bolalar o'ynash maydonchasiga ega. Yunusobodda shunaqangi tinch joydan uy qidirganlarga mana shu uyni tavsiya qilib qolamiz. Qani ketdik, bitta uyni ko'rib chiqamiz. Uyimizga kiraverishimizda bu koridor qismidan ro'parada bizni zal qismi kutib oladi. Ko'rib turganingizdek, ijarachi qo'yib foydalangani ham hamma sharoitlari bor, kravatlari tayyor qo'yilgan, hamda bu bizni hammom tualetimiz. Dальше bu bizning oshxonamiz. Oshxonamizda ko'rib turganingizdek, oshxona mebellari hamma jihozlar bilan jihozlangan. Veranda qismimizda esa bu bizni keyingi xonamiz, kichikroq bir xona qilib qo'yilgan, bir xona 3 xonaga o'zgartirilgan. Bu bizning so'nggi xonamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, uyimizni uy egalari narxini 53 ming so'rashyapti. Juda ham zarur. Ozgina kami ham bor, kelishadigan joyi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, uy egasi bilan savdolasangiz ham bo'ladi. Shu videoga like bosing, Yunusoboddan uy so'ragan tanishingizga jo'natib qo'ying.